G'olib aka, yuragim siqilib qoldi deyishadi. Shunda rostdan ham yurak siqilgan bo'ladimi yo bu asab bilan bog'liq narsami? Ha, to'g'ri. Bu savol haq savol. Juda ko'p uchraydigan. Yurak aslida siqilmaydi. Yurakni siqadigan boshqa sabablar bor. U misol boshqa kasalliklarda siqiladi. U ko'proq yoshlarda, 50 yoshgacha bo'lganlar shunday savol bilan keladi bizga. Asabiylashishni oqibatdan kelib chiqqan narsa. Ikkinchi yana bitta shunday savol berishadi bizga. Yuragim tushib qoldi yo yuragi tushib qolibdi, ko'tartirib kelaylik deb savol berishadi. Yurak hech qayerga tushib qolmaydi. Yurakni ushlab turadigan o'zini yaxshigina ko'krak qafasiga bog'langan boylamlari bor. U qorin bo'shlig'iga tushib qolmaydi. Yonboshlab qolishi mumkin. Shu semirib ketsa, odam yonboshlab qoladi. Shundan ko'pincha katta xato qiladi. Ko'pgina doktorlar ham, rentgenologlar ham bu yuragi katta bo'lib ketibdi deb bemorni imanda yuragini tushirishadi. U bemorni yuragi tushmagan bo'ladi. Bemorni yuragi gorizontal holatda yotib qolib ko'rinish bo'ladi rentgenda. Bunday holatlarda qo'rqmaslik kerak, faqat nevropatologga uchrash kerak. Yuragida tez urib tahkar bo'lsa, nevropatologdan kardiologga oralig'ida birgalikda davolanish kerak.